start berilayotgan Toshkent-Samarqand yo'nalishi bo'yicha pulli avtomobil yo'l navbatdagi ulkan tarixiy qadam bo'ladi. Xalqimiz uchun taraqqiyot va farovonlik timsoli bo'lib xizmat qilayotgan ushbu yirik loyihani boshlanishi barchamizga muborak bo'lsin. Yaratganning o'zi madadkor bo'lsin. Barcha sa'y-harakatlarimiz bir maqsadda, ya'ni Nurafshon shahrini Toshkent viloyatining taraqqiyot drayveriga, viloyat aholisining faxr va iftixoriga aylantirishga qaratilgan. Tarixan qisqa vaqt ichida sizlar bilan birgalikda Toshkent viloyatining ma'muriy markazi Nurafshon shahrini yangidan barpo etdik desak, bu ham haqiqat. Nurafshon va Chirchiq shaharlarida zamonaviy IT park qurilishiga bugun start beryapmiz. Yaxshi niyat, ulkan maqsad va rejalar bilan boshlanayotgan ushbu loyihalar o'ylaymanki, nafaqat Toshkent viloyati, balki butun mamlakatimiz miqyosida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga, xususan hududning innovatsion salohiyatini yuksaltirishga albatta o'zining ijobiy natijasini ko'rsatadi, ishonchim komil. Jonajon vatanimiz ravnaqi yo'lida chin dildan xizmat qilayotgan siz azizlarga, butun viloyat ahliga sihat, salomatlik, kuch, quvvat va g'ayrat, shijoat, oilaviy baxt va saodat tilayman. Toshkent viloyatining Nurafshon shahrining shon-shuhrati yanada ziyoda bo'lsin.